Bu videoda biz dahshatli Darknet saytiga kirib, o'sha qotil klonlarni yana chaqirib ko'ramiz. Let's go. 5-qism. Ha, sizlar noto'g'ri eshitmadingiz. Biz rostdan ham o'sha dahshatli Darknet saytiga yana kiramiz. Va esingizda bo'lsa, klonlardan biri Gambitni ham klonga aylantirmoqchi edi. Va biz endi bildikki, Gambitni klonlikdan qutqaradigan narsa o'sha chikkoni o'yinchog'ini ichida ekan. Va endi bu videoda biz mana shu o'yinchoqqa ichidagi narsani topib, Gambitni klonlikdan qutqarishga harakat qilamiz. Va barcha savollarga javob topish uchun albatta videoni oxirigacha ko'ring. Chimadani nima qilasan? Kim bu? Qamasanmi bu bilasanmi? Yo'q. Nimaga chimadan olsa ketding? Darknet 5-qism. Gambit klonga aylanadimi? To'g'risini aytsam do'stlar, Darknetni bunaqa ko'p qism bo'ladi deb o'ylamagandim. Lekin 5-qism va 5-qismda biz Gambitga davo qidiramiz. Okay, maqsadingizga yetinglar jigarlar. Men normalniy insonman. Bolalar, esingizda bo'lsa, biz bundan oldin Goblin oldiga bordik. To'g'rimi, Maqsud? Da. Goblin bizga nima dedi? Ana o'yinchoq dedi, shu o'yinchoqni ichi dedi, nimadir dedi. Da, o'sha o'yinchoq ichida bizga kerak narsa chiqargan va o'sha narsa yordamida biz Gambitni klonlikdan qutqarar ekanmiz. Va to'g'risini aytsam, nima bo'lganini bilmayman, shu uchun ham o'yinchoq chemodanchida bo'lish kerak. Yomg'ir yog'yapti, shu uchun ham tezroq uyga kirib chemodanchini ochamiz. Let's go. Va do'stlar, mana o'sha chemodan va biz hozir hamma o'zimizga berayotgan savolga javob topamiz. Lekin bundan oldin do'stlar, iltimos sizlardan hoziroq like bosing va Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bilasizlarmi nimaga? Sizlar har soat Darknet chiqqandan keyin keyingi qismni to'xtovsiz so'rasizlar. Ishoninglar, bu menga qiyin. Chunki mana har bitta Darknet videosini olish uchun biz dacharinga olamiz va yana ko'plab xarajat qilamiz. Va bilinglar, YouTube bizga juda mayda pul to'laydi. Ya'ni biz bu pul bilan hattoki bir oy topgan pulimiz bilan bittagina videomizni ham qoplolmaymiz. Ya'ni hamma pulni biz o'zimiz boshqalardan olib kelib shu videolarni sizlar ko'rib qolamiz. Va shuning uchun ham bizani agar like bilan qo'llab-quvvatlamasanglar, bizda motivatsiya o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir like bosinglar. Chunki sizlar like bosgandan keyin 100% sizlar Darknet 6-qism chiqsin deysizlar va mana shu 6-qism chiqadi. Ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham sizlar bu Darknet serialining davomini ko'rasizlar va shu davomini ko'rish uchun sizlarga ikkitagina shart. Birinchi sharti, hoziroq videoga like bosing. Ya'ni 105,000 like va Darknet 6-qism chiqadi. Va ikkinchi, eng muhim sharti obuna bo'lish. Do'stlar, ayni mana shu Darknet 5-qismdan menga atigi 33 mingtagina sof obunachi kerak. Mendan har bitta videodan qancha obunachi kelgani bor va aynan sizlar qaysi payt obuna bo'lganinglarni ham men statistikadan ko'ra olaman. Davlat mana shu payt obuna bo'linglar va men biling obunachilar meni qo'llab-quvvatlashini. Shuning uchun hoziroq obuna bo'ling. 33 ming obunachi va 105 ming like. Nimaki bo'lgan taqdirda ham Darknet serialining davomini olamiz. O'ylash mo'ljayi sizlar shartni bajardinglar va endi bolalar, eng yopinglar hozir. Saytga kirmaymiz. Chunki hozir saytga kirish bizga kerak emas, chunki chemodan ichidagi o'yinchoq kerak. Xo'p, chemodan ochiq. Maqsad ochgan. 100% maqsad ochgan. Shoshma, chemodan ochiq bittasi. Sen aniq ochmading emasmi? Yo'q, men umuman teginganim yo'q. Chemodan faqat qani? O'yinchog'i qani? Shu o'yinchoqni o'tgan safar Chikkoni ketqizish uchun ichiga pichoq sanchigan deydi-ku, shundan keyin qolib ketgandi. Hey! Hamma narsa olish kerak, tupu olish kerak. Men qayerdan bilib o'tiribman, bu o'yinchoqni prosta kerak emas, bo'ldi, foydalanib bo'ldi deb o'ylabman-da. Uyga kecha borib olishga yoki. Aka, ancha kech video qilganimizga qancha bo'lib ketdi? Shoshma. Aniq boshlandingmi? Yo'q. Qaradingmi o'zi? Meni esimda yo'q, prosta kitobda olgandim, ayiqchani olmagandim. No, okay, Maqsuddan juda ham zo'r bir perfect, qaytmas bir comeback bo'libdi. Rahmat senga do'stim. Endi u yog'i chalkashliklarga boy bo'ladi, sanada biz azob chekamiz. Let's go. Yo'q, stop, qaranglar. Biz Goblin oldiga bordik va Goblin bizga aytdi. O'sha o'yinchoqlik narsani olsanglar, sizlar Gambitni qutqara olasizlar dedi. To'g'rimi? Da. Men buni tashlab kelgan o'sha narsani. Hammasi men bu klonda aybdor. Bizani qo'rqitdi, shundan keyin men cho'chib tashlab kelganman. Toshot, bu bizdan emas, Toshot. Hozir hop, nima qilsak bo'ladi bo'lmasa? Saytga kirib chaqiringlar qarindoshlar, do'st dushmanlarni. Yana o'tgan safargidek hazil qilib. To'g'risi do'stlar, men qo'rqaman Gambitdan. Men buni ichida esa mana o'sha undan oldingi safar